Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Men bu haftadagi boshlang'ich start o'quv darsligimizning kuratoriman. Bu darslikdan men ham o'tganman. Albatta, bu darslik gruppamizni yuritishda juda ham qo'l keladi. Gruppaga odam qo'shganda eng boshda 300 ga yaqin odam jinob qoldi men gruppamda. Lekin hammasi chiqib ketdi. Lekin men shu darslikdan o'tib shunday qilib odamlarni gruppamga yig'ib oldim. Yurgizish haqida, ichini yurg'izish, uni qimirlatish qiladigan o'sha texnikalar, fishkalar sizga yaxshi yordam berdimi? Ha, albatta. Gruppani qimirlatish uchun haligi mendan mahsulot olganlar, ular albatta 1 oy, 2 oy ichgan bo'lsa, izidan men shu mahsulotni ichdim, menda juda ham yaxshi deb yozgandan keyin yana boshqalari ham shu mahsulotni olishga klient kelardi. Aytmoqchisizki, siz odamlarni aynan o'sha natijalari bilan bo'lishish va sizdan savdo qilayotganini ko'rsatib bera olishni o'rgandingiz. Natijalarni ko'rsatdi-da odamlar. Gruppamga natijalarni ko'proq tashardim shu. Natijalar gruppamiz bor-ku, o'zimizdan ham olib tashardim natijalarni. Shunday qilib zakazlarni ko'p yig'ib olganman. Keyin oyning oxiriga kelganda balim yetmay qolsa, oyning oxirida bu ham juda ham yaxshi ish berdi. Bitta klientim mendan kollagen sotib oldi. Shunday qilib gruppani yurgizish oson bo'lar ekanda, klientlarni yig'ib olishga bo'lar ekan shunday qilib. Videoga tushishning o'zi men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Gapirishga ham uyalardim. Keyinchalik asta-sekin video olib o'rgandim. Keyin mahsulotlarni ko'rsatib ham dumaloq videolar olib gruppamga tashab turdim. Yaxshilab darslikda polniy qizlarning ko'pi qatnashmadi, lekin mana Hilola, Nasiba, Kamola bularga katta rahmat. Yaxshi aktiv ishtirok etishdilar. Asosan Kamolaxon juda ham yaxshi aktiv ishtirok etdi. Qizlarjonlar, bular hozir hayajonlanyapti. Gaplarini ham esdan chiqarib qo'yaptilar. Bularni debyuti liderimizni birinchi kuratorlik ishlari bo'ladi, azizlarim. Bular hozir nima deydi? Shuning uchun gapirayotgan gaplari to'xtab qolishiga e'tibor bermay, xudo xolasa bir 5-chi kuratorligidan keyin shaqillatib Aruxani tinmay gapirishini ko'ramiz, xudo xolasa. Samim glавный videolarni уже olyaptimi? Demak, все, bu yog'iga davom zo'r bo'ladi. Qoyil qolgan tarafi nafaqadagi ayol. Sizlar mana sizlar azizlarim, kelinglar, men videoni yoqayli, meni tomosha qilinglar, meni ko'zimni ko'ringlar, ko'zimga qarab. Azizlarim, mana nafaqadagi ayol. Mesestra mana. Qanaqa qiyin, nima deydi, sog'lig'ida problemalar bilan kelib, lekin biznesga qiziqib, biznesini qilyapti. Aytinglarchi, mana o'tirgan ishtirokchilar, nima kamiylar bor Aruxan opadan? Ular tim bo'li tushunmay, endi o'zingiz o'ylang, qari odam qanchalik qiynaladi video yaratishga, uni nima deydi, cho'qilab mana qilib yozishga. Misol, meni onam bare deb ba'zida otib yuboradi-da telefonini. SMS yozdim, nega qaramadingiz desam, SMS'ni boshim ko'raman, telefon qil deydi-da, misol uchun. Shunga o'xshab. Bular esa shuni o'rganishga harakat qilyapti. Sizlar kamiylar bor, aytingchi. Shu ayolchalik. Biz tim bo'li yosh bo'lsak, ko'zimizning nuri joyida bo'lsa, biz telefonni yaxshi tushunsak, chunki telefon zamonida yashayotgan bo'lsak, ertaroq tanishganmiz bu bilan. Bular kechroq tanishgan. Nima kam joyimiz bor, ayting? Bu uyat agar qolib ketsanglar, agar harakat qilmasanglar. Aruxan opaga 5, mana shu qoyil qolganim yoshi katta bo'lib turib, uyda bergan men vazifalarimni hammanglardan ham birinchi bo'lib Aruxan opa qiladi. Bilasizlarmi shuni? Bilmaysizlar. Mana bugun aytaman sizlarga. Har doim men har bittasiga lichkasiga tashiyman, zadaniya tashiyman, vazifa. Bilasizlar buni hammanglar. Tashiyman, lekin zadaniyani hammadan birinchi Aruxan opa qiladi. Shuning uchun orqada qolib ketmaymiz. Harakat qilaman degan odamda bo'ladi albatta. Ko'rib turganinglardek, gruppani ham juda zo'r, mukammal o'sha sir asrorlari, fishkalarini o'rganib olibdilar. Sizlarga tilaymiz, обязательно darslikdan bir marta emas,
man atlab haftalik va kurator qilib qo'yganimiz sababi bor. Nimagaki, kurator bo'lsa, sizlar so'ray olasizlar, tushunmagan joyinglarni bila olasizlar. Kurator sizni boshqarib turadi. Qilinglar, darslikdan o'tinglar deydi. Chunki haftaning oxirida syurpriz bo'lishi mumkin. Har bitta haftada bo'lmaydi, lekin orada syurpriz bo'ladi. Mana o'tgan safargi syurprizimizda adashmasam Hilola 50 ming pul yutib oldi. Hilolamidi? Kim yutib oldi? Siz yutib oldingiz, Hilola? Shunaqamidi? Esimdan ham chiqib ketdi o'sha. Xullas, shunaqa. Kamola, eshitaman, kim yutib oldi? Hilola yutib oldi. To'g'ri, esimda ekan. Hali esga topdi. Xullas, o'sha Hilola 50 ming pul yutib oldi. Mana shunaqangi podarkalari ham bor. Shuning uchun darslikdan o'tinglar. Ko'pchilik pulga o'tkaziladi endi. Endi har doim ham bo'lavermaydi. Hammamiz hali juda zo'r boyvachcha emasmiz. No, kelamiz, boyishni istaymiz. To'g'rimi? Hammamiz shu uchun kelganmiz. Moliyaviy to'kislikka erishish uchun, orzularimiz amalga oshishi uchun, azizlarim. Xullas, darslikdan erinmasdan qayta o'tishlar kerak. Mana dushanba kuni endi men kurator bo'laman. Yangi potokka обязательно qo'shilinglar. Aynan sizni gruppangizga har doim kirib turishi uchun mana biz berayotgan darslikdan foydalaning. U yerda zo'r fishkalar bor. Foydalaning. O'shalardan foydalansangiz, bugun nima qo'yibdi ekan, bugun nima yangiligi bor ekan deb ham sizni gruppangizga kiraveradi va boshqalar xarid qilayotganini ko'rgandan keyin esa ular ham harakatni boshlaydi. Haqiqiy mijoz qimillashga tushadi. Tushunyapsizlarmi? Bu narsani esa hammasini biz shu boshlang'ich start darsligimizda berganmiz. Bir chekkadan o'shani o'rganish kerak. Endi esa Azizxon opaga kattakon rahmat. Juda ham chiroyli webinar qilib berdingiz. Birinchi sizni debyutingiz, premyerangiz. Tabriklayman. O'ylaymanki, ertaga nima deydi, kelajakda albatta katta lider bo'lib ketasiz va menga o'xshab jag'i bilmaydigan bitta lider bo'lasiz endi. Chunki biz jag'imiz bilan pul topamiz. Bilimimiz bilan pul topamiz. Shuni o'rgatsang bo'ldi. Sizni qo'lingizdan keladi va o'ylaymanki, Aruxan opani o'rnini birinma-ketin sizlar ham bosasizlar degan umiddaman. Men buni kutib qolaman обязательно. Men yordam beraman. Og'iz agar gapinglar bo'lsa, bemalol mikrofonni yoqib gapirishingiz mumkin. Faqat mavzu shu aynan boshlang'ich start to'g'risida bo'lsin. Iltimos, kim yoqadi? Kim mard? Qo'rqmas. Assalomu alaykum. Marhamat, Hilola. Va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Aruxan opa, assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? rahmat. Menga olib borgan darslaringiz yoqdi. Unda ko'p narsani o'rgandim. Undan oldin ham darslar bo'lgandi. U har bir darsdan bittadan narsa o'rgandim. Lekin darsingizni zo'r olib bordingiz. Men undan tashqari o'zi sizga ham ko'p narsalar murojaat qilib, sizdan o'zi ko'p narsalarni ham o'rganyapman, Aruxan opa. Katta rahmat senga ham. Gruppa yurg'izishdan ham ayrim narsalarni so'radim, o'zingizdan ham. Kechqurunga Ishlaringiz ham yoqdi. Bugun ham o'zi bilmagan narsamni yozib sizdan o'rgandim, Aruxan opa. Rahmat sizga ham. arzimaydi. Va alaykum Rahmat assalom. kattakon webinar uchun, maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Shahnozaxon sizga ham. Aruxan opa, siz baribir maladessiz, bizadan katta bo'lsangiz ham. Arzimaydi. Komolaxon, mana sizga so'z, bemalol gapiring endi. Boshlang'ich start marafoni menga o'zimga ishonch berdida. Keyin rosa ham yopiq qiz edim. Uncha anaqa odamlar bilan muloqot qila olmasdim unga. Ayniqsa mana dumaloq videolar olish boshladim. Tashqi ko'rinishimdan, bo'yanmaganimdan anaqamdan uyalardim. Hozir o'sha to'siqqa yengishga yordam berdi. Bu darslar gruppam ham sal qimillab qoldi. O'sha hamma anaqa vazifalarni bajarib qo'yganimdan sal qimillayapti, sotuvlar bo'lyapti, Xudoga shukr. Rahmat sizlarga hammalaringizga. Shahnoz opa, sizga katta rahmat. Gulnor opaga rahmat. Aruxan opa, sizga ham rahmat. Doim shunaqa qilib qo'llab dalda bo'lib turasizlar degan umiddaman. Albatta. Arzimaydi. Arzimaydi Komola. Tadbirkorlar hammangizga katta omad tilayman. Sizlar ham ishlaringizda omad tilab qolaman hammangizga. Baland cho'qqilarni zabt etishingizni birgalikda Xudo xohlasa cho'qqilarni zabt etamiz degan umiddaman. Albatta bizning komandamizdagi tayyor o'quv sistemalarimiz bor. Qo'shilib yaxshigina natijalarga chiqasizlar degan umiddaman. Xayr, salomat bo'linglar. Hammangizni keyingi darsliklarda kutib qolamiz.